Chustiy shoirning adabiy taxallusi bo'lib, u Namanganning Chust tumanida tavallud topgan. Asl ismi sharifi Nabixon Nurullaxo'ja o'g'li bo'lib, u 1904-yilning fevral kuni to'quvchi hunarmand oilasida dunyoga kelgan. 1916-yildagi o'lkada hukm surgan o'zgarish va beboshliklar tufayli 14 jonli Nabixonlar oilasi Qo'qonga ko'chib borib, to'quvchilik ishlari bilan shug'ullanadi. Bo'lg'usi shoir va 12 yoshdan ota kasbiga mehr qo'yadi, oilaga yordamlashadi. Ayni paytda u eski maktab va madrasalarda ta'lim oladi. Chustiy oktyabr to'ntarishidan keyingi qariyb 60-70 yil davomida Sovet xo'jalik tarmoqlarida, madaniy-ma'rifiy markazlarda, ilmiy-adabiy o'choqlarda faoliyat ko'rsatadi. Jumladan 1930-39-yillarda kolxozlarda, matbuot jamiyatlarida, mas'ul lavozimlarda ishlaydi. 1940-46-yillarda esa Muqimiy nomidagi musiqali drama teatrida avval adabiy emaktosh, so'ng direktor lavozimida xizmat qiladi. 1944-1945-yillarda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasida direktor bo'lib ishlaydi. So'ng nashriyotlarda tarjimon sifatida faoliyat ko'rsatadi. 1970-76-yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishlaydi. 1976-yildan boshlab unga respublika ahamiyatiga molik nafaqa tayinlanadi. Undagi she'riyatga, ijodga havas ancha erta uyg'ongan bo'lsa ham, mustaqil ijod yo'liga 18-20 yoshlarida qadam qo'yadi. Bunda Sharq mumtoz adabiyoti namoyandalari ijodining ta'siri kuchli bo'ladi. Chustiyning shoir sifatida shakllanishida turabiy taxallusi bilan g'azal muhammasi va masnaviylar yaratgan otasi Nurullaxo'janing ham ta'siri yo'q emas. Chustiy butun umri davomida 20 ga yaqin she'riy to'plam yaratgan va nashr ettirgan bo'lib, ular janr va uslub jihatdan boy va rangorangdir. Uning Qo'zg'ol, Shamshir, Lolazor, Hayot zavqi, Gul mavsumi, G'azallar, Yod eting kamtarin Chustiyni ham kabi qator she'riy majmualari qatorida Zafarnoma, Tiriklayin jannatga kirgan kampir, Kiyiknoma, Gul sadosi, Uyg'urobod, Bog'i Eram kabi dostonlar ham kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan. Shuningdek, shoirning mumtoz adabiyotimiz an'analaridan oziqlangan Hayotnoma, Sadoqat gullari, Ko'ngil tilagi kabi devonlari kitobxonga Sharq musulmon axloqi falsafasini singdirishda estetik rol o'ynaydi. Uning so'nggi Ko'ngil tilagi devoniga kirgan bir qator g'azallar, muhammas va masnaviylar bu jihatdan muhim qimmatga ega.